Ichki ishlar organlaridagi probatsiya xizmati ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazoga hukm qilingan shaxslarni qayta tarbiyalash, ularning huquqlarini ro'yobga chiqarish borasidagi ishlar samaradorligini oshiradigan muhim tuzilmaga aylandi. Farg'ona shahrida ham ushbu boradagi ishlar boshqa davlat organlari va tashkilotlari, shuningdek, jamoat tuzilmalari bilan o'zaro hamkorlikda samarali tashkil etib kelinmoqda. Mahkumlarning o'z qilmishlaridan to'g'ri xulosa chiqarishlariga ko'maklashilyapti. Shahardagi monomarkazda bo'lib o'tgan sayyor sud jarayonida ana shu fikrlar ta'kidlanib, sodir etilgan bezorilik, odam savdosi, firibgarlik bilan bog'liq jinoyatlar tahlil etildi. Shuningdek, jarayonda so'nggi vaqtlarda sud tizimida ro'y berayotgan muhim o'zgarishlar, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish va sud tizimiga oid normativ-huquqiy hujjatlar yuzasidan atroflicha tushunchalar ham yetkazildi. Jinoyat qonunchiligida tayinlangan jazolarning ma'lum bir qismini o'taganda rag'batlantiruvchi normalar bor, ya'ni tayinlangan jazoni o'tash tartib-qoidalariga rioya etgan shaxslar ma'lum bir qismini o'tagandan keyin shartli ravishda ozod qilinishi mumkin. Shuningdek, aksincha, agar tayinlangan jazoni o'tashdan bo'yin tovlagan shaxslar, belgilangan majburiyatlari yoki taqiqlarni o'tashdan bo'yin tovlagan shaxslarga nisbatan jazoni og'irroq turiga almashtirish bo'yicha qonunda, jinoyat qonunchiligida normalar mavjud. Bir nechta shu turdagi ishlar ko'rib chiqildi. 20 dan ortiq shaxs tayinlanib o'tayotgan jazosini qolgan qismidan, demak, shartli ravishda ozod qilinib, ularga rag'batlantiruvchi normalar qo'llanildi va shuningdek, demak, jazoni o'tashdan qasddan bo'yin tovlab kelayotgan shaxslarga nisbatan kiritilgan taqdimnomalar ham ko'rib chiqildi. Xususan, bir nafar shaxsga nisbatan tayinlanib o'tamayotgan ozodlikni cheklash jazosi ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirildi. Shuningdek, 4 nafar shaxsga nisbatan tayinlanib o'talmayotgan axloq tuzatish jazosi boshqa og'irroq turdagi jazolarga almashtirilib, qonuniylik ta'minlandi. Sud yakunida ko'rsatilgan insonparvarlikka munosib javob qaytarish maqsadida yangi hayot boshlagan yurtdoshlarimiz, oilasi, yaqinlari hamda xotirjamlikning qadriga yetishga chaqirildi.